Olamiz. Xudo xohlasa klientga qo'ymoqchimiz o'zimizga. Shu sababdan hozir tavsiyalarni o'rganyapmiz. Keyin mijozlarga bu narsani taqdim qilamiz. Avvalambor o'zimizda silab, keyin boshqalarda ko'rib, o'shalarni boshlaymiz. Rossiyadagi doktorlar bizga o'rgatishdi, xudo xohlasa. Ilmini oldik. Endi bu yog'i litsenziyasidan boshlaymiz. Ishxona yoki olsak bo'ladi. Lekin haqiqatdan erkaklar uchun, ayollar uchun hozirgi kunda eng zamonaviy va kerakli apparat hisoblaymiz. Chunki medikamentozli gormonlar bilan emas, tabiiy shunaqa fizioterapiya yo'llar bilan davolasa ham bo'ladi. Buning uchun albatta biz kompaniyaga o'z rahmatimizni aytib qolamiz. Shundan hozir приятный, как massaj o'xshagan bir ощущение bo'lyapti. Buni olmagan odam chusiz qilolmaydi buni, his qilolmaydi. Xudo xohlasa olib kelsam ham men o'zim taklif qilaman.